Tururu, tururu. Bolalar sizlar shu yerdamisiz? Tushunmadim. Qanchadan beri shu yerda? Sizlar qachon keldinglar? Hammaga salom do'stlar. Mani ismim Kompot. Mani yangi videomga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan bilasizlarmi nima qilamiz? Tushunmadim. Men lekin nima qilishimizni hali o'ylab topmadim. Ko'chalarga ham chiqishim kerak emas. Hech qanaqa ishlarim ham yo'q. Nima qilsam ekan? Tushunmadim. Qanaqadir mashinaning ovozi eshitildi-mi? Sizlar ham eshitdinglarmi? Qanaqadir mashina kelgandi. Kim kelgan ekan qishlog'imizga? Lekin hech qanaqa mashina ko'rmayapman men hech qayerda. Tushunmadim. Eshik taqiladi-yu, mayli hozir eshikni ochamiz. Millioner qishlog'i salom. Salom Kapot, qalaysan? Yaxshimisan? Rahmat, o'zing qalaysan? Men bu mashina sanikimidi? Ozgina bo'lsa ham endi qimmat mashinaning ovozini eshitdinglar deb keldim-da. Hop, maylan kelding, maqtanding bo'ldi. Endi ketaversang ham bo'laveradi, bo'pti. To'xta, Kapot. Menda senga bitta iltimosim bor. Faqat kirib ketib qolmay tur. Meni eshitgan. Men ozgina sizlar qishlog'ingizda qolman. Uyni sot, menga iltimos. Sen nima ishingni yopib qo'yding? Chaqnayapman bu yoqqa Kompot. Menda judayam ko'p pullar bor. Senda nima ishing yo'q? Ozgina ishlab olarding pullardan. Qo'riqlovchilar nima deb o'ylaysizlar? Nima uchun chiqishlar meni bunaqa yomon ko'rasharkan? Menda judayam ko'p pul bor-ku. Hurmatli millioner, menimcha siz oldin uni uyini aldab sotib olgansiz-u, o'shanga yomon ko'rsa kerak-da. Yana oldin siz ularning qishlog'ini sotib olgansiz-da, ularni ishlatgansiz, o'shanga bo'lsa kerak. Men tushunmadim. Sizlar kim tarafdasizlar? Bular tarafdami yoki men tarafdami? Tushunmayapmanmi? Nimaga unaqa deyapsiz? Biz siz tarafdamiz, конечно. La 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 la. Vau, qanaqa chiroyli mashinaligini qaranglar. Vau, bu kimning mashinasi ekan? Yoshi qimmat tursa kerak, chiroyliligini qaranglar. Tushunmadim. Kimanu kambag'al nima qilyapti mani boshdan oldida? Xohlasangiz biz uni haydab yuboramiz. Nimaga xohlasangiz haydab yuboringlar uni. To'xtanglarchi, men bilaman bu kimligini, bu Kompotni qo'shnisi. Kambag'al, qishlog'i qalaysan, yaxshimisan? Vau, mana bu mashinangiz judayam zo'r ekan. Bunaqa mashina olish uchun nima qilish kerak? Bunaqa mashina olish uchun eng zo'r bo'lishi kerak, eng moy odam bo'lish kerak Minecraftda. To'xtama, sani uying emasmi? Ha, bu mani uyim. Nimaga kerak sizga? Menga bitta uy kerak edi-da. Bir-ikki haftada shu yerda qolmoqchi edim. Menga uyingni sot. Yo'q, men qayerda yashayman? Men umrbodga nimayamman. Mana 2 haftacha yashayman, keyin bo'ldi, ketaman. Uyni qaytarib olasan. Bilmasam endi 2 hafta deysizmi? Menga nima berasiz buni o'rniga? Men senga bilasanmi, nima beraman? Mana senga 3 ta dona pul beraman-da, yana mana mashinamni aylanib kelishga beraman. Mana 2 ta krok qilib kelasan. 3 ta pul yana men mashina. Men roziman. Sotildi. Uy sizga overing 1-2 haftaga. Men ketdim, aylanib kelaman. Qo'riqlovchilar o'rganinglar qanaqa qilib mana shunaqa kambag'allarni aldashni. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Bolalar, men hali ham o'ylab topmadim nima qilishimni, nima qilaykin. Tushunmadim. Yana kimdir mashina haydab yuribdimi? Ovozi eshitilyapti. Tushunmadim. Qani? Yana qishloq millionermi? Men kelman, to'xtanglar. To'xtanglar. Bu qishloq-ku, meni qishloqmi qo'shnim? Qishloqsan, ne millioner mashinasini haydayapsan? U menga haydab kelishga berdi-da, Kompot. Nima? Просто tak berdimmi? Unga o'xshamayapti lekin. Bunaqa просто tak emas, ozgina narsa berdim unga. Nima berding sen endi unga? Uni uyimni berdim 2 haftaga. Nima? Sen jinniroqmisan? Nimaga o'zingni uyini berding? Kompot. Umrbodga emas, 2 haftaga berdim atiki. U esa menga aylanib kelishga berdi. Yana 3 ta dona pul berdi. Unaqa emas, lekin mayli. Qishloq-ku, sen endi uyingni olgan-u, nimaga bunaqa qilding? Voy. Voy qishlog'i, san qanaqa qilib 3 ta dona pul bilan mashinani aylanib kelishga uyini alishvording? Kompot, bu umrbodga emas, u atigi 2 haftaga.
Nu, bilmasam qishloqqa, lekin bu millioner bilan ish qilmagan yaxshiroq-de. Men ham o'zim boshida shunaqa deb o'ylagandim, boshiga o'tirmasimdan oldin. Bu yoqqa man sani uchirib kelaman, oldinga o'tirgin, maza qilamiz ikkalamiz, o'zingni korollikka his qilasan. Xo'p, mayli, qani bitta haydab ko'rchi. Men buni уже haydashni ham o'rganib oldim. Voy, kapot uzraga ro'tingga tushib ketdimi? Keyin to'g'irlab beraman buni. Ha, lekin oddiy mashina ekan, unaqa menga yoqqani ham yo'q. Mayli, bo'ldi, to'xta, men tushib olaman. To'xta, to'xta, to'xta. Xo'p, qatta oppa, ana bo'ldi, tushdim. Voy, qishloqsan juda ham zo'r parkovka qilar ekansan-de. Mayli, hech nima qilmaydi. Men baribir mani mashinam, xohlagan joyingni parkovka qilaman. Kambag'alni mashinamni haydab ko'rdinglarmi qani ekan? Judayam zo'r ekan, millioner menga rosa yoqdi. Bo'ldi, shu ikkita krug bo'ldimi, mashinani огородimga qo'yib qo'y, mani garajimga. Bo'la qolinglar, tezroq olib kirib qo'yinglar. Bo'ldi, xo'p, hozir olib kirib qo'yaman, faqat garajni ochib yubor. Xo'p, endi tezroq buni olib kirib qo'yish kerak. Qishloqsan cho'milsan, 3 dona pullamash mashinani haydashga sen uyini olishvording. Mayli-da, umrbodga emas, 2 haftaga atagan bo'ldi. Hozir qirib qo'ymasam bo'ldi, keyin pulim yetmaydi bunga pul berishga. Oppa, ana bo'ldi. Bo'ldimi? Olib kirib qo'ydinglarmi quchqog'ini qurmadinglar degan umiddaman. Uyim qani, yoqdimi? Bu sani uy emas, 2 haftaga prosta saniki. Qanaqa 2 haftaga? Umrbodga. Qanaqa umrbodga? Bu mani uyim-ku, 2 haftaga kelishgandi. Qishloq, men senga aytgan edim shunaqa bo'ladi deb. Biza san bilan hech qanaqasiga kelishmagandek axir ana. Qanaqadir muammo bormi, millioner? Mana bitta ikkita muammo bor, bularni chiqarib yuborish kerak. Yoki to'xtab turinglar, bularni chiqarish kerak emas. Bitta o'yinni ko'rsating, maqtaning bularga o'yinmi? Millioner, senga hozir hech kimni uyi qiziq emas. Mana buni uyini qaytarib ber. 2 haftaga kelishuvdinglar, to'g'rimi? Biza faqat 2 haftaga kelishgandik, bo'ldi-edi. 2 haftadan keyin mani uyimni qaytarib berish kerak, men qayerda yashayman unda? Sen musorxonada yashab ko'rganmisan? Qanaqa musorxonada? Sen uni uyini qaytarib berishing kerak, tushunmayapsanmi? Yo'q, menga bu umuman qiziq emas. Bu endi mani uyim. To'g'ri, bu yerdagi hamma narsalar seniki, lekin sen uyni bunga qaytarib berishing kerak. Mayli, ketdi, mani uyim ichini bitta ko'ringlar, unda mashinani qaytarib bermayman. Kim bular oldida endi maqtanib qo'yishim kerak-ku. Xo'p, qaranglar, mana bu eshikdan ichiga kirasizlar. Judayam zo'r uyga. Xo'p, faqat ehtiyot bo'linglar, pollarga qilib qo'ymanglar. To'xta, mani narsalarim qani? Men ularni musorga tashlab yubordim, yondirib yubordim ularni hammasini. Qishloq, men senga aytgan edim, sotish kerak emas bunga deb. Qaragin nimalar qilib tashlabdi sen uyingni. Men xohlagan narsamni qilaman, tushundingmi? Mana bitta kravatimni qarang, yumshoqligini, mana bu sandiqda esa men pullarimni saqlayman. Mana bu katta televizor orqali men pullarni ko'raman, boy bo'lib ketishni. Sen mana bunga uy qaytarib berishing kerak-ku, lekin. Hali men o'ylab ko'rganim yo'q. Yuringlar endi masalaga, qo'riqchilarim qayerda uxlashini ko'rsaman. Uning uchun uy orqasiga o'tish kerak. Xo'p, bu yoqdan tushamiz, uy orqasida. To'g'riroq aytsa yeri tegdi. Mana ochinglar, tushib ko'ringlar, ichini ko'ringlar zo'rligini. Tushunmadim. Bu qanaqa ustidan kulish endi odammi? Kompot, bu qanaqadir g'alatiroqmi? Qishloq, sen buni endi tushundingmi? Sizlar nimalar deyishyapsizlar? Gapirmanglar bu yoqda. Men uy haqida ham o'zi o'ylab ko'rdim. Uyni men sizlarga bermayman, tushundinglarmi? Axir mana bir ikkalasini chiqarib yuboringlar bu yoqdan. Mana qishloq, sen ham endi uysiz qolding. Kompot, men endi bunaqa bo'lishini bilmagandim. U menga mashina haydashga berib pulni beruvdi. 2 haftaga degandi-yu faqat. Qishloq, sen bilasan-ku bu millioner g'alatiligini, bu bilan vashcha ishlash kerak emas. Bolalar, iltimos, mana bu qizil yo'lda turmasdan gaplashinglar, bu millioner uchun qilingan. Men tushunmayapman-da, nesizlar bunga xulosa olsizlar, o'zinglarni uylarni qaranglar. Bu o'zi yaxshi, oldingi uyda vashcha kravat ham yo'q edi. Mayli, qishloqqa ketdi. Qishloq, men endi nima deyishni ham bilmayapman. Qanaqadir qilib anu millionerni haydab yuborish kerak bu uydan. Kompot, qanaqa qilib qilamiz biz endi buni? Bilmasam, lekin bu ham endi chiqqisi kelmayapti. Nima qilsak bo'larkin-a? Balki qanaqadir hazil qilib chiqarib yuboramizmi biz uni? Esingdami, u sani podvaliga kirib olganda san uni uyiga narsa qo'yib yuborganding, o'shandan qo'yib yuboraylik. Qishloq-u, lekin bo'lmaydi. O'zi bilasanmi, yana qancha kerak u narsadan. Sani uying ham judayam katta-da, yana u vashcha keyin sasiydi, lekin qilmaganimiz yaxshi. Kompot, unda nima qilamiz deysan? Menda bitta ideya keldi.
Manda bitta judayam zo'r ideya bor. U faqat ertalab qilish kerak uni. Ha, Kompot rostdan ham o'xshaydimi? Kechqurun iltimos sani uyingda uxlasam bo'ladimi? Qishloqqa bemalol uxlasang ham bo'laveradi. Ertalab men senga so'z beraman, biz uni chiqarib yuboramiz sani uyingdan. Hozir esa men bir ikkita narsalarni hal qilib olishim kerak. Sen esa mana shu yerda uxlayver bemalol. Maza qilib uxlab turdim. Soat nechi bo'ldi? Уже ertalab bo'pti-yu. Qishloqqa tur, qishloqqa. Nima bo'pti, Kompot? Yana ozgina uxlay. Qishloqqa tur, sani uyingni qaytarish kerak. Tur domma. Nima, Kompot, mani uyimni qaytarib berishdimi? Bilmayman, lekin men kechqurun hamma ishlarni qilib qo'yuvdim. Yur chiqib ko'ramiz. Voy, hididan ham уже bilinyapti qishloqqa. Nima bo'layotganligini chiqardi, Kompot. O'zing ko'rasan. Maza qilib uxlab turdim. Men tushunmadim, nima qilyapsan bu yoqda? Assalomu alaykum. Bizga sochuv bera olasizmi? Bizaniki quryapti-da, o'shanga sochuv kerak edi. Tushunmadim, sani kim bu yoqqa kirgizdi? Iltimos bizga sochuv bering, bizga sochuv kerak edi. Anti biz oluv ham yoqib qo'yganmiz. Tushunmadim, sizlar nima qildinglar mani uyimni? Nima bo'lyapti bu yoqda? Nima qildilar endi o'masanlarga? Voy, tushunmadim, nima qilyapsizlar hammanglar? Qish bu yoqda hammanglar, qishdimmi? Tushunmadim, qanaqa gish, biz hech qayerga ketmaymiz bu yoqdan. Sizlarni o'zi kim bu yoqqa chaqirdi? Men tushunmayapman. Bizlarning telefonimizga сообщение keldi-da, mana shu yerda tekinga ovqatlab berishar ekan. Almas, Izumrudlar o'shanga keldik bu yoqqa. Tushunmadim, nimalar qilyapsizlar bu yoqda sizlar hammanglar? Nimaga yana yondirdinglar? Охрана, kelinglar tez. Охрана. Tushunmadim, eshityapsam, bizani millioner chaqiryapti, nimadir bo'ldimi deyman. Tushunmadim, nimaga eshik ochilmayapti? Nimaga ochilmayapti? Tushunmayapman. Nimaga mana bu yerda yana olov yoqdinglar? Nimaga bu охрана kelmayapti? Men asabim buzilyapti yomon. Biz endi kiyimlarimizni qayerdadir qurishimiz kerak-ku, o'shaning uchun. Voy, men bu yoqda yashamayman, boshqa ketdim mashinaga. Voy, mashina ham yonayotgan ekan. Men ketdim, yashamayman bu yoqda. Tushunmadim, menimcha bunga yoqmadimi deyman. Mayli. Men ketdim, bu yoqda boshqa yashamayman. Qishloqqa ko'rolsam mani qochib ketayotganini. Kompot juda ham kulgili bo'lyapti. Hozir nima qilib qo'yuvding? Yur qishloqqa, men senga o'zim ko'rsataman nima qilganimni. Mana o'zing ko'rishing mumkin. Qishloqqa qaragin nimalar qilishibdi bu yoqda. Salom, sen ham bu yoqda uysizmisan? Yo'q, men uysiz emasman. Sizlar lekin juda ham harakat qilibsizlar. Voy, Kompot juda ham zo'r qilibsan o'zi. Lekin Kompot, biz bularni qanaqa qilib haydab yuboramiz? Bizani haydash shart emas. Biz kiyimlarimizni quritib olamiz deyman, pullarni olib o'zimiz ketamiz. Ana bo'ldi qishloq, zato men bu uy bilan men bu mashina senga qoladi. Men pullar kerak emas, to'g'rimi? Bemalol ovrishdim bu pulni. Zato men uyimni qaytarib oldim. Rahmat senga kattakon Kompot. Bo'ldi, xo'p qishloqqa, lekin juda ham ajoyib bo'ldi. Sani zato mashina bilan uy bo'ladi, almazli. Xo'p bolalar, bugun mana bu millioner qishloqni uyini sotib oldi aldab, lekin zato biz endi u uyni qaytarib oldik. Lekin juda ham yomon bo'ldi. Zato endi qishloqda mashina bilan uy qoladi, almazli uy bolalar. Nu что bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.